Assalomu alaykum hammaga. Bugun Dongfeng 008 mashinasiga premium turliga chexol va poliklarni qilib berganmiz. Ko'rishingiz mumkin. Idealni tushgan. Uni yo'llari bilan olib turadi. O'rtasi jilkali, kojali bo'ladi. Kojasi ham qirilmaydigan, original yaxshi kojalar. Chexolimiz Abduf Abagresli o'tkazadigan perforatsiyali matodan qilingan bo'ladi. Alcantara material. Rul chexol qilib berganmiz, ko'rsangiz bo'ladi. Rulga tarpetli Alcantara qorasidan qilib berganmiz. Dongfeng yozuvlari bo'ladi. Ya'ni bitta zo'r tarafi yo'llari bilan yopadi bizani. Orqa taraf yo'llari ham idealni yopib turadi. Atamankalari ham ochilib yopiladigan bo'ladi. Poliklarimizni ponni 3 qatori bilan qilib berganmiz. Orqa tarafi ham 2 qavatli bo'ladi, jilkali. Kimga mana shunaqa chexol poliklar kerak bo'lsa, zakaz asosida liboy mashina qilib beramiz.